Assalomu alaykum, hurmatli guruh a'zolari. Bugun biz Parkent tumaniga tashrif buyurdik. Ozod opam xonadonlarida mehmondamiz. Ozod opam Max Herbal'da suyak bo'g'im uchun maxsus chiqarilgan mahsulotlarni ichib, bugun juda ham chiroyli natijaga erishganlar. Shularni o'zlaridan so'raymiz. Assalomu alaykum Ozod opam. Rahmat kattakon, shunchalik hurmat qilib mehmon qildingiz. Rahmat. Ozod opa, mana juda ham ko'pchilik insonlarga Max Herbal mahsulotlari tanish, lekin aynan shu suyak bo'g'im kasalliklari bo'yicha juda ham ko'pchilik insonlar hali ma'lumotga ega emas. Siz ichdingiz, qanaqa ijobiy natijalar bo'ldi? Natijadan oldin siz o'zingizni nima deydi, o'zingizdagi holatni ayting. Nima tashxislar qo'yilgan sizga? Mendagi holat, men o'zi poliartrit kasalligima kasallanganman. Unga davolanib turardim. Necha yil bo'ldi? Unga ancha ko'p ketdi. Unga mana shu qizim tutqanimiz bo'ldi. 34 yil bo'ldi. 31 yil bo'ldi. 31 yil hamma dori darmon ichganman. Gormonlar ham ichganman. Grija ham bo'lganman. Hozir endi og'riq, lekin og'riq har doim tanamda og'riq bo'lardi. Bo'g'inlarimda, ayniqsa tizi bo'g'inlarimda og'riq kuchli bo'lardi. Erkin harakat qila olmasdim. Hozir 1 oy bo'ldi, bu dorini 1 oy ichganimdan keyin, 15 kun ichganimdan keyin, 15 kundan keyin qo'yibdi tizalarim, og'riqlarim qo'yibdi. Yana undan tashqari mana juda ham ko'pchilik insonlarda yana poliartritdan keyin bo'g'imda yana ham chuqurroq protseslar boshlanadi. Masalan, deylik, ko'p gormon ichish hisobiga bo'g'im xaltalari yallig'lanadi, suvlar yig'ilishni boshlaydi, tizalarda. Yana undan tashqari poliartritda asorati yemirilish holatlari ham kuzatiladi. O'tirganda, turganda oyoqda qapillagan ovozlar chiqishi aytishadi ko'pchilik insonlar. Shu sizda unaqa muammolar bo'lmaganmi? Tizzamga suv yig'ilgan. Suv yig'ilgan, tizzamda shish bor edi. Shish turardi. Shishdan yurishga qiynalardim. Tizzamni bo'kishga qiynalardim. Ko'p yura olmasdim. Shishlar ketdi. 15 kun ichganimdan keyin shishlar ham ketdi, og'riqlar ketdi. Ko'p yo'lda yura olmasdim. Hozir bemalol yuryaptim. Harakat yaxshi, erkin harakatim yaxshi. Tahoratlarga qiynalardim, o'tirishlarga. Hozir bemalol. Juda ham yaxshi. Demak, 1 oyda rahmat sizlarga, sizga rahmat. Sizga ham Tanjoningiz sog' bo'lsin. 1 oyda hozir 1 oy ichdim, mana 1 oyda yaxshiman. Xudoga shukr. Qo'l barmoqlar bemalol. Qo'l barmoqlarim bemalol. Ertalab tursam pishardi. Yo'q, hozir ishlar yo'q, karaxtlar yo'q. Ertalab tomoqlarim pishgan bo'lardi. Yo'q, hozir poliartrit tashxisida mana bitta bo'g'im emas, bir nechta bir vaqtda zararlanadi. Salqin tushishi bilan, ob-havo o'zgarishi bilan bahorda, kuzda og'riq yana ham zo'rayadi. Men 15 kundan beri, 15 kundan keyin, mana 1 oy bo'lgan bo'lsa, o'zi salqin tushishim og'riq boshlangan. Hamma yog'imda og'riq boshlangan edi. 15 kun ichgandan keyin yaxshi bo'lib qoldim o'zim. Mana 1 oy bo'ldi. Xudoga super yaxshiman. 1 oyda aynan dorivor giyohlar bilan shunchalik shishlarni yo'qolishi, bu birinchidan, ikkinchidan bo'g'imlardagi harakatning erkin bo'lishi bu katta yutuq. To'g'risi? Erkin bo'ldim. Rahmat sizlarga. Giyohlarga ko'pchilik insonlarchi mana ishonishmaydi-da. O'ylashadiki, poliartritda faqatgina gormon lecheniya qilish kerak. Prednizolon, deksametazon olish kerak. Bo'g'imdagi harakat faqat o'shandan keyingina yumshaydi deydi-da. Yoki shishlar o'shandan keyin ketadi deydi. Yoki kuchli og'riq qoldiruvchi dorilar bilan yurishadi. Demak, giyohlar bilan davolansa bo'larkan. Mana giyohlar foydasini juda yaxshi bildim 1 oyda. Shuncha yillikda shuncha yillikda yengil bo'ldim. Yengilman hozir. Shifoli bo'lsin. Xudoga shukr. Rahmat sizlarga, tanjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Bemorlar vaqtiga har doim sog' bo'ling. Rahmat kattakon. Alloh xursand bo'ldim. Ishlaringizga rivoj bersin. Ilimingizga ilm qo'shilib, bunaqa giyohlardan ko'plab dorilar ishlab chiqasiz. Kasallar bo'lmasin lekin. Hamma profilaktika uchun ichsin. Profilaktika uchun ichsin. Kasallar bo'lmasin. Ilohim, shunaqa bo'lsin. Xudoga shukr. Rahmat kattakon Ozodxon. Sizlarga ham rahmat. Boshqalarga ham tavsiya qila olasizmi shu maqsadda? Tavsiya qilaman. Hamma oyog'idan, bo'g'imidan shikoyat qiladiganlarga hammaga tavsiya qilaman. Hech qanaqa nojo'ya ta'siri yo'q. Allergiya hech qanaqa nojo'ya ta'siri yo'q. Bemalol ichdim. Hammaga tavsiya qilaman. Ko'pchilik insonlar ko'ringlar. Yaxshi. Allergiya bermasmikan? Yo'q, hech narsa, oshqozonni og'ritmasmikan? Men o'z oshqozonim yaxshi emas. Lekin menga hech narsa qilmadi, oshqozonimga ham ta'sir qilmadi. Oshqozon og'rirdi o'zi oldin. Oshqozonim og'rirdi, dori ichib yurardim. Lekin men ko'p dorilarni o'ylashib ichardim. Qiynalardim. Ichish qulaymi buni? Ichish qulay. Bunaqa achchiq. Yo'q, achchiq emas. Ta'mi tam bor, lekin endi u giyohda, endi o'zimman, giyohni ta'mi bor, ichishga qulay. Dalini oshirib yubormadi. Yo'q, lekin dalinam oshmadi. Dalinam oshib turardi. Nabrot pasaydi, normalga keldi. Normada yurdi. Normada yurdi. Demak, bitta suyak bo'g'im uchun berilgan mahsulot, yurak qon tomiriga ham hamma narsaga davo ekan, ichinglar, hammaga tavsiya qila olaman. Hech qanaqa nojo'ya ta'siri yo'q. Juda ham xursand bo'ldim. Rahmat Ozodxon. Rahmat sizlarga.